olib qo'yishadi. Olishadimi? Mana bemorlar bilan mana rasmga tushish jarayonlari bo'lyapti mana. Opalarim xursand mana. Artistlar bilan rasmga tushirmasa, doktorlar bilan rasmga tushirar ekan mana. Ahvolingiz qanaqa edi sizni? Hasan Oltita keluvdingizda? ikkita olsada keldim. Nafasga tushmasin. Suyak yemirilishi bor edi. Suyak yemirilishi. Suyak yemirilishi edi. Yaxshi. Demoqchimanki, hozir ikkinchi etapda, sizda ikkinchi etapga olib ketyapsiz. Yaxshi. O'zgarish necha foiz bo'ldi? O'zimga 70-80% bo'ldi. 70-80% bo'ldi. Yaxshi. Bu opamiz ham birinchi kursga keldingiz, ha? Bu opamiz ikkinchi, uchinchi etapga keldi. Xo'p. Bu opalarimiz Qirg'izistondan keldi. Suratga rasmga olaveringlar sizlar, men videoga olay. Mana qiz chaqiramiz, qiz olib qoladi mana. Sening qizing Hamma turib, o'tirib g'alatida. Mayli, xo'p. sog'lom Bo'ldimi, yaxshimi? Xursandmisizlar? Siz ham doim tanjalaringiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin, rizqlaringiz ulug' bo'lsin. Onajoningiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Siz baxtingizga onajoningiz omon bo'lsin. Jigar bag'irlaringiz hamisha tanjalari sog' bo'lsin. Yaxshi niyatlar bilan topgan farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib, to'rilarda o'tirib, bundan ham martabalaringiz ulug' bo'lsin. Bizda nima deydi, kasallarda, bemorlarda doim berganinglarga katta rahmat. xursand bo'lib, sog' salomat o'ynab Allohu akbar. Sog' bo'linglar.